Studentlar kvartirasi yoki mo'jizalar diyori. Bu yerda kimningdir kiyimi atablenadi, ya'ni kimnikidir televizorda, kimnikidir sushilkada va eshikka ilingan tursa, boshqasi shunda olib fenda quritib ketaveradi. Yana bittasi kiyimini yechmasdan uxlaydi, hidi chiqqani uchun xonadan badarg'a bo'ladi. Bolla, uyga borga qilish kerak. Bo'lalar, men sizlarga yangi quloq keldim. U hojalarni, ya'ni bizning hamma ishimizni qiladi. Nima yig'layapsan? Yoshligim esimga tushib ketdi. Zo'r qulay aka. Men bilartib qo'ydim. Uka, bu uyda To'g'ri, molxonaga o'xshaydi, ozroq bardak. men bor ekanman. Senga hech kim buyruq bera olmaydi. Faqat mana shu ishlarni qilib qo'ysang bo'ldi. Uzoq 7-8 ta varroq bir oylada bitirasan. Uka, men ovqat qilib qo'ychi achchiqqina qilib, Bir qo'lingda mana bu idishlarni yo'q qo'yasan, ha? U yoqdan bu yoqqa o'tganingda bekor o'tma. Sitab qo'yasan. Aka, nimaga aniq odam har doim yasuv ko'tarib yuraveradi? o'ylanib to'ydan 7 kunda o'xsha kelgan. Kuni kishi qiyin bo'lganligi uchun qo'liga yostiq berib qo'yganmiz edi. O'zimizni xavfsizlik uchun tashlanib qolsa nima qilamiz? Ertaga abuni tug'ilgan kuni nimadir o'yladinglarmi? Ha? Bolalarni qonlovchi yevoradi. Ovqatga ishlatsa bo'lsa kerak, sog'uraman buni ham. Akalar, go'shtli va mazali ovqatimiz. Nima bu? Oshxonadan nima topsam shuni soldim-da, ko'proq ovqat bo'lsin deb. Salafani ham bor ekan. Akalar, endi uxlaymiz, to'g'rimi? Ertaga o'qish bor. Biz uxlasak, kartani kim o'ynaydi, Sherxonjon? Partiya! Akalar, endi uxlaymizmi? Yo, hali mafiya o'ynashimiz kerak. Men mafiya edim. Akalar, endi uxlaylik. Yo'q, hali ko'chani aylanishimiz kerak. Aka, o'zi nimaga aylanyapmiz? Shunaqa an'anamiz bor. Prosta aylanib yuribmiz, yurur. Akalar, endi uxlaymiz, Yo'q, hali o'ysiz kino ko'rishimiz kerak. Otishdan oldin qo'rqinchli kino. Yumma ko'zingni, yumma. Zo'r ishlabdi kino. Akalar, endi uxlaylik. Uxlaymiz, o'zi ertalab bo'ldi, haqqan bor. Qara, kunduzi uxlash joiz. Yo'q. Bugun xonadoshimiz Avuni tug'ilgan kuni. Sen nima sovg'a olding? Telefon. Sen jinnisan, sen nima olding? Qurilishni ishlab qolsa. Boyada o'zingiz nima oldingiz? Men sovg'amni 2 soat oldin berganman. Bo'pti, topshirilgan sovg'alar, yuringlar. Alo, Laylo. Happy birthday to you. Nima bo'ldi bunga? Aytdim-ku, sovg'amni 2 soat oldin berdim deb ichib qo'yibdi sovg'ani. Hozir Laylo kelar ekan, sevgan qizi. Voy shuncha tayinlanganimiz dabdala bo'ladi. Bo'ldi, o'qima qilmaydi. Men o'zim chotki qilaman. Chutki qilib bo'ldingiz. G'oya bor. Tug'ilgan kunga keldim. Ana sadoqat, ana vafodorlik, mana sevgi. Malades Laylo. Elyor aka, keling. Salom. Kirila, marhamat. Sovg'aga kompot olib kelishibdi. Qani, kel. Abu qani? Ana o'tiribdi-yu. Ne kayfiyat yo'q? Uylar zo'r ekan, hamma narsa joyida. O'zi necha kishi turasizlar? Xo'p. Men, Umid, Shodiyor, Rovshan, Shokir, Jasur. Adashib ketdingiz, men aytaman. Men, Gambit, Shodiyor, Jasur, Shohruh, Dilshod, Akbar, Shavkat. Men aytamaman. Men, Umid, Gambit, Abu, Nosir aka, Tohir aka, Elyor bobo, qarachi 3 kishi turamiz. Chalamiz turamiz. Ovqat yemas ekanmizmi? Jiming. Xotiromanglar, men restorandan ovqat zakaz qilib qo'yganman. Akalar, ovqat tayyor, zo'raymi o'sha? Voy, restoran atmen, ovqat qilib qo'yibdi. Bo'pti, oshxonada xabar olaylik. Tezlash suvlari. Osh pishdi, bolalar. Osh yo'q. Nega sinib ketdi? Ovqat yo'q. Qornim och. Keyingi oy sessiya boshlanadi-ku. Yana pulni berishim kerak, kontrakt to'lashim kerak. Bo'pti, vahima qilmalari. Menda plan bor. Bugun tug'ilgan kunga lapsha qilgandik. Abu ham yesin? Yeyapti-ku. Yemayapti-yu. Shimayapti. Yoqdimi senga Sherxonjon? Zo'r ekan, yana yeb turaylik. O'zi bundan bir oyda beri yeb turamizda. Bir haftada bir. Cherezni yeb turamiz. Har kuni yeymiz, nima edi? Tug'ilgan kunlaringiz sallani. Ertadan sessiya. Kim qanaqa yopmoqchi? Bizga ota-onamiz ishonch bildirgan. To'g'ri. Shuning uchun borib mardikor ishladik.
Va men bu pullarni ishlab topdik. Endi buni o'qituvchiga olib borib 5 olsak bo'ldi. Olamiz. O'zingizda nima plan? Ha endi bizani plan, ha? Biz o'qishdan chiqdik. Sirazi kutubxonaga bordik ilm olgani. Bu? Ulan shunday chiqqan karra oldirib turibdi. Mo'l tashisa o'tga sitliga simok shu bilan kirib ketamiz, davay. Bir kun tayyorlandinglar bo'ldimi? Yo'q, ertasi kuni sirazi rasadxonaga bordik. Hop. Rasadxona mehmonxonami? Ko'proq kutubxonaga o'xshaydi. Ey brat, siz hali ham yasni quchoqlab yuribsiz-mi? Xotinimni sog'indim. Agar imtihondan yiqilsam, xotinimning oldiga ketardim. Mazza. Gapiravering, keyin nima bo'ldi? Xullas, keyin taqsir bilan bir-birimizni xotiramizni tekshirdik. Da, bu muhim. Zo'r mashq o'ylab topibsizlar. Qanaqa tekshirdinglar? Mana kim? Nelu 2-kurs Chirchuvda. Mujik. Buchi? Madina 4-kurs Xorazmdan bolasi ham bor. Da, o'sha. Ma'minisichi? Tanimadim lekin. Bu birinchi kursda Madi, Murod o'ramoqchi bo'lib o'ramadi. O'sha, eslab qolgan. Institutga hamma qizlar yodlash kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Yodlaymiz. Qornimiz och, lekin ilm oldik. To'xtamasdan Yemadik. Sen qanaqa tayyorlanding, Sherxon? Men nimaga tayyorlanaman? Ustozi shogirdi bo'laman-ku. Menimcha biz sessiyaga tayyormiz. qo'rqmasdan ayta olaman, bizni o'ta kuchli tayyorlan. Nimaga o'z uyga bo'shatyapsanlar? Uyingizdan tarakan chiqdi. To'g'ri aytlaring. Yo'q, arvoh bor ekan. Sherxon, o'zi sen to'g'ri so'z bo'lasan. Xo'sh, nimaga ketyapsanlar? Shu tarakam bilan arvoh chiqalik uchun aka. Ha, unday bizda ekan. Pulini bermay qolganlaring mayli. Rahmat mehribon inson. Lekin o'qishdan haydalganligimiz shu. Ketmayapmiz. Qarochi, pulini to'laysanlar, keyin chiqib ketasanlar. Qanday shunsanlaring shundilaring. Bolalar, nimaga do'noziki o'ynayapsizlar? Sani kim birinchi bo'lib ariqqa otishda o'ynayapmiz? Men rektor bilan gaplashdim. Agar bahor salida yaxshi chiqish qilib bersak, biz institutda qolar ekanmiz. Ishonamizmi? Men ishondim. Ishondim. Hal qil. Bo'pti. Bolalar, men menimcha ketdim. Ishlaymizmi? O'zi chiqadi. Ishga lafsh oldingmi? Ardoyimdan olganmi? Yordam! Ey bolalar, nima sahna ko'rinish qilamiz? Umuman miyam ishlamayapti. Men masxaraboz bo'ling, o'xshabdimi? O'zingni bashariy masxarabozga ko'proq o'xshardi lekin. Bolalar, raqs qilaylik. Davay! Buka. Davay, go! Menimcha bir xil o'ynayapmiz hammamiz. Ona haqida she'r o'zimniki. Bu dunyoda kezib olam, hech ko'rmadim sizdek onam. Sochlaringga oralabdi oq, onajonim lola qizg'aldoq. Umrimda birinchi marta ona haqida kulgili she'r eshitdim. Nima deb o'ylaysiz? Odamlar fonogrammaligini bilarmikan? Bilmaydi. Birga bir qotdi. Bolalar, hammasi tugadi. Qo'limizdan hech nima kelmaydi, baribir yiqilamiz. Biz ota-onamiz kutgan farzand bo'la olmadik. Biz eplay olmadik. Lekin shunday bo'lsa-da, men sizlardek do'stlar orttirganimdan xursandman. Sizlar bilan birga yashadik, ulg'aydik, maza qildik. Hammasi uchun rahmat. Kelinglar do'stlar. Oxirgi marta bir qo'l bo'ra solaylik-a? 1000 joydan.